Rossiyada qamoqdan tunnel qazib qochib ketgan 5 nafar o'zbekistonliklarga hukm o'qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. 2024-yil oktyabr oyida Lipetsk viloyatida joylashgan koloniyada 6 nafar mahkum qochgan. Ular orasida 5 nafar O'zbekiston fuqarosi va 1 nafar Tojikiston fuqarosi bo'lgan. Og'ir jinoyatlar jumladan zo'rlash va narkotik moddalarga aloqadorlik uchun jazo o'tayotgan 6 nafar mahkum 2 oy davomida tunnel qazib, u orqali qochishni amalga oshirgan. Qochqinlar qo'lga olingan. Sud ayblanuvchilarni aybdor deb topdi va jamg'arma jazo sifatida ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. 28 yoshli O'zbekiston fuqarosi 12,5 yilga qat'iy rejimdagi tarbiya koloniyasida, 19 yoshli O'zbekiston fuqarosi 6 yilga umumiy rejimdagi tarbiya koloniyasida, 28 yoshli O'zbekiston fuqarosi 8,5 yilga qat'iy rejimdagi tarbiya koloniyasida, 29 yoshli O'zbekiston fuqarosi 5 yilga qat'iy rejimdagi tarbiya koloniyasida, 19 yoshli O'zbekiston fuqarosi 4,6 yilga umumiy rejimdagi tarbiya koloniyasida, 27 yoshli Tojikiston fuqarosi 6 yilga qat'iy rejimdagi tarbiya koloniyasida.